Biz odamlarga yoshlarga qarab muomala qilamiz. Yosh bolalarga boshqacha uslubda, aqliga mos muomala qilamiz. Yosh katta onaxon va otaxonlarga o'zlariga xos yumshoqlik bilan muomala qilamiz. Buni odob va aqldan deb hisoblaymiz. Bir xalifa vaziri bemor bo'lganda uni ko'rishga boradi. Vazirining 7 yoshlik o'g'li bor edi. Shunda xalifa haligi bolakay bilan hazillashmoqchi bo'lib, "Ey falonchi, mening uzugimdan ham chiroyliroq narsani ko'rganmisan?" deydi. Bolakay, "Uzugingiz taqilgan qo'l undan ham go'zal" deb javob beradi. "Otangning hovlisi yaxshimi yoki xalifaning saroyimi?" deb savol beradi xalifa. Bolakay aytadi, "Albatta otamning hovlisi yaxshi, chunki unda hozir xalifa bor" deb javob beradi. Insonlarni o'rniga qo'ying. Bu payg'ambarlarning yo'lidir. So'zlaringizni tanlab gapiring. Odob degani laganbardorlik degani emas. Unutmang, kishi haqiqatni go'zal uslubda yetkazishi lozim. Qo'pol tarzda ham aytishi mumkin, ammo uni hech kim eshitmaydi. Qolaversa, qanchalar haq bo'lmang, avvalo uslub muhim. Unutmang, lutfga qorilmagan haqiqatni hech kim eshitmaydi.